Bentley Continental GT mashinamiz sotilyapti. Sira savol berishingiz mumkin. Aka o'zi yaqinda qilib chiquvdinglar-yu, nimaga sotilyapti deyishingiz mumkin. Buni egalari xullas sport karni doddasini olib keltirganlar. Taxmin qilib kommentariyada yozib turinglar, qanaqa sport kar kimning mashinasi bo'lishi mumkin. Ma'lumot o'rnida bu mashinaga $20,000 dan oshiq pul tiqdilar va hali haydamadilar. Narx qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'rsanglar, oldin mashinani to'liq tushuntiraman. Keyin narxini oxirida aytib o'taman. Lekin agar shaharda bitta bo'lib yurmoqchi bo'lsangiz, aynan bu mashina siz uchun, okay? Ko'ramiz. They were brothers, but bound by more than blood. They were twins as well, counterparts, gangster princes of the city they meant to conquer. Okay, agar shu mashinani mendan ko'rib sota oladigan bo'lsangiz, bitta 7700 S antiradari Neoline kompaniyasidan hadya bo'ladi. Ko'rmanasiga, okay, bilasiz, O'zbekistondagi Libboy radarlarni urtashayotgan 4 oyoq, 5 oyoq, 8 oyoqliklarni, ammo toni yo'lda qo'yilgan yangi radarlarni bor, hammasini olayotgan radar hozirgi kunda Neoline bo'ladi, okay? O'zi yaqinda polni obzor qilib kanalimga joylagan edim. Shu yerga kirib pastroqqa tushsanglar, aynan shu mashinani polni to'liq videosini ko'rsanglar bo'ladi. Mashinamizning yili 2007. Motori 12 silindrli, V-образный twin turbo motor turibdi. Adashmasam 5 sekundda 0 dan 100 gacha tezlanadi. Buni oldingi rangi saloni qizil bo'lgan. Biz buni polni Tiffany rang qilib, dizaynlarni o'zgartirib, obshivka, torpedka, hattoki mana rul qismlari, patolog qismlarini hammasini originalniy shu Italiyadan materiallarni olib keltirib qildirganmiz. Xullas, egalari mashina uchun pul ayamaganlar, chunki o'zlari uchun yig'dirgan edilar. Prosta endi yangi mashina olganlari uchun buni shu yangi salonda yangi egasi hayday qolsin deb aytayotdilar. Mashinamizni eng full pozitsiyada pnevma podveskalari bor. Orqa tarafi bagajning ustiga spoilerlarni tushib chiqishi, mashinaning diskalari bo'yaldi, oporniylari, usti qismida matviy polni broneplyonka qoplangan. Mashinaning narxiga keladigan bo'lsa, qarang, o'zlari $45,000 ga sotib olgan ekanlar yaqinda. Bizni taxminan общий xarajatlari bilan oynalarigacha alishtirdik. Yana qolgan zapchastlarni yengillanadigan narsalarni taxminan $20,000 dan oshiq yana pul sarfladilar. Hozir endi mashinani $49,900 ga beraveraman deyaptilar. Okay, shikalat narx, kupe har doim qimmat yurgan. Narxi bu mashinani hozir yangisini olib keltirsangiz $300,000 ga yaqin pulga kiradi. Xullas, biz yangi kanal ochganmiz, yaxshi niyat kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa eksklyuziv videolarni qo'yib boramiz. Bizdan uzoqlashmaydi.